Saloh Lidsiga qarshi o'yinda ham zaxirada qolganidan keyin keskin fikrlar bildirib o'tdi. Ishtiyoqim yo'qoldi, juda ham hafsalampir bo'lgan. Men bu klub uchun juda ko'p ish qildim. Yillar davomida buni hamma ko'rdi, ayniqsa o'tgan mavsum. Zaxirada o'tirish nega bunday bo'layotganini bilmayman. O'zimni klubning qurbonligiga aylanganimni his qilyapman. Men shunday sezyapman. Bir necha bor aytganman. Murabbiy bilan munosabatlarimiz yaxshi edi, lekin birdaniga bu munosabatlar yo'q bo'lib qoldi. Nega bunday bo'lganini bilmayman. Ochiq aytsam, bu mening uchun qabul qilib bo'lmaydigan holat. Nega doim men bilan shunday bo'lishini tushunmayman. Gap hamma narsada men aybdor, chunki muammo men. O'zimni muammo deb hisoblayman. Kecha onam bilan gaplashdim va unga keyingi o'yinga kelishini aytdim, chunki bu klubdagi mening oxirgi o'yinim bo'lishi mumkin. Nima bo'lishini ko'ramiz. O'yindan zavq olishni o'ylayapman, chunki keyin nima bo'lishini bilmayman. O'yin Enfieldda bo'ladi. Demak, bu Afrika Kubogiga jo'nashimdan oldingi xayrlashuvim bo'ladi.